O'zimizni uylardan qo'ymasin deydilar bitta otaxon. Rostdan ham shunaqa mijozlar bilan gaplashganman, yangi qurilgan domga qaragisi ham kelmaydi. Siz ham aynan shunday fikrda bo'lsangiz, to'liq 3 xonali, remontlari zo'r, podvallari bor bitta kvartira ko'rsataman. Siz like bosib obzorda ko'rib turing, men sizga esa ma'lumotlarni hozir aytib beraman. Umumiy maydoni 74 kvadrat metr. 4 qavatli panelli domning birinchi qavatida joylashgan. Xonadon egalari xavfsizlik maqsadida derazaga romlar, ya'ni temir panjaralarni o'rnatishgan va romlarni ham 2 qavat oynali plastik romlarga almashtirishgan. Podyezd eshiklari qulflanadi. Isitish tizimi alohida, duv konturni konsol orqali amalga oshiriladi va issiqpol ham qilingan. Remontlari, sharoitlarini ko'rib mazza qildim. O'zi bilasizmi, faizli shinam joylar bir boshqacha bo'ladi-da. Kelishsangiz jihozlari bilan ham egalari sotishaverar ekan. Pardalarni qoldirishadi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyada muammo yo'q. Dvorlarida esa bolalar maydoni, keng parkovka bor. Atrofida esa maktab, bog'chalar joylashgan. Do'stlar, ushbu shinam chiroylikgina xonadonimizni egalari ham hozir ekraningizda turibdi. Narxini 40 ming dollarga baholashmoqda. Albatta kelib, ko'rib, ma'qul keladigan bo'lsa, savdolashib narxini ozgina tushirtirib baraka qilishingiz mumkin. Kelishsangiz jihozlari bilan ham sotishaverar aytib o'tganimdek, pardalari esa bonusga shundoq sizga qoldiriladi. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xonadonimiz Farg'ona shahar Dakanalda, Jomiy ko'chasi 19-uy, 17-kvartirada joylashgan.